kunlarimizni oxirgi kunlari, oxirgi tunlari hisoblanadi. Bugun ertaga endi yo'lga chiqib ketamiz inshaalloh. Bu yerda har safar kelganimizda bir kun ziyoratga kun ajratilar edi. Hammalar qiziqib turgan narsa birinchi kunni xohladim. Ziyoratga avtobus berilar edi, avtobusga o'tirib Urmonzorga, u yerga ziyorat qiladigan joylar bor. Hozirgi masjidga o'xshagan har bir joyga masjid qurib qo'ygan. Borib, o'sha yerda tarixini aytib, mana voqea bo'lgan deb tarixini aytib o'tib ketar edi. Odam ko'p, boya jumada ko'rgandirsizlar holat. Odam ko'pligini hisobidan avtobuslar va xizmatdagi avtobuslar ulgurmayapti. Hali hajda kuchini qo'shmadi-da bular. Hajda avtobuslari bor, hajda bundan ko'p bo'ladi, eplanishadi. Lekin hozir eplanisha olmayapti. Mana davlat tomonidan avtobuslar obеспечение bo'la olmayapti. Shuning uchun avtobusni bir marta beramiz, o'sha avtobusga o'tirib ziyoratingni ham qilib, undan Makkaga ketib olishasan eplasan dedi. Shuni bo'lsa ham tanladik. Ertaga Makkaga yo'lga chiqqanimizda o'tirib ziyoratgohlarda aylanib turib, Makkaga yo'lga chiqib ketamiz. Ziyoratgohlarda orasida Qur'on bosmaxonasiga ham borilardi. Faqat o'shani chiqarib yubordik. Bu yerga kirish ham muammo, vaqt ham ko'p bo'ladi. Endi ertaga yuradigan yo'limiz 500 kilometr yo'l. Birinchi marta avtobusda bunaqa katta yo'lda yuramiz. Ba'zi bir gruppalar bo'ladi, o'sha Jiddaga qo'nadi Makkani yoniga. O'shadan avtobusda bu yoqqa keladi 500 kilometr. Bu yerda 3 kun turib, yana qaytib 500 kilometr Makkaga boramiz. Shunaqa safarimiz ham borda. Bu safar bizniki oson bo'ldi. Madinaga qo'ndik, kirib mana ibodatlarimizni qildik. Bir marta o'sha Makkaga borib olamiz. Bu yerda 10 kunimiz o'tgandan keyin bu yerdan ham yaqin joyda aeroport bor. Chiqib ashadan uchib keta qolamiz. Bu tomonlardan yaxshi. Endi mana bu ziyoratlarimiz shunaqaga to'g'ri kelib qoldi. Yana ham yo'q bo'lmayapti. Ertaga borib ziyoratlarni qilamiz. Keyin 500 kilometrlik yo'lga chiqib ketamiz. Borguncha charchab qolamiz xolos, shunisi bor. Bitta 500 kilometr emas, ertaga ziyoratni ham qolguniga keyin davom etamiz-da yo'limiz. Shunisi ham bor. Allohga shukr shunisiga ham. Bizdan keyingi reyslarda shu ham yo'q bo'lyapti. Haj hozir Ramazonga yana ham odam ko'p. Ramazondan keyin hajga tayyorgarlik umrachilarni to'xtatadi.